Xamajon bilan sporlashdik. 10 ta burger qo'yganmiz. Kim ko'p yesa pulini bermaydi, qolgan kishi pulini beradi. To'g'rimi Xamajon? 1 2 3 4 5 6 7 8 ta 9 ta o'yin. Bo'ldi Jo'razim. Men senga 2 ta qo'ylimni ko'taraman. Sen bunaqa o'ch ekanligingni bilmayman. O'zing 3 kunda berib qo'y degan ekaning nima bo'ladi? Bo'ldi, men to'layman pulni. Bilmasam, sen bilan sporlashmayman. Men 5 ta yedim. Sen 4 dona yeding. Ora pulni to'lasak ham bo'ladi. Men buni saboyga olib ketaman. Sizga ham bu holat tanishmi? Siz ham do'stingiz bilan ora-orada bahslashib turasizmi? Unda sizlarni Spice Burgerga taklif qilamiz. Hozirda Spice Burgerga kimki 10 ta burger xarid qilsa, 2 ta tekinga va qo'shimchasiga 2 ta kola sovg'a tariqasida beriladi.